Anarkot? Anarkot her hafta bir kadın yanında. Semirip ketdi. Neymiş semirip ketdi? Ben neymiş semirip ketdi? Ben karar kıldım. Bir günden başlap çokum oruqlayman. Yok. Hazırdan başlap oruqlayman. Bir ayın içinde 5 kilo oruqlayman. Yok. 10 kilo oruqlayman. Yok. Bir ayın içinde 15 kilo oruqlasam boğdu. Sizler qarab turunglar. Bir günden başlap herkes tamaq yemeyman. Bizim yemeyman. Çokum yemeyman. Herkes yemeyman. Bana yemeklik lazım emas. Lazım emas. Herkes yemeyman. Oruqlayman. Yaxşısınız. Ben tamaq yemeyman. Qat'iy qısqınlaşmadı. Ben tamaq yap boğan. Sizler zaman tamağı yer verirler. Ras. Faqat yemeyman. Vahsi. 1 kilo oruqlaptım. Muvaffaqiyatga oruqladım. Oruqlig'ini tabriklab Xogo'ya kelaymi ya? Xogo. Nimishqa? Kim menga qilib o'qiydi bu Xogoni odamga bisram chanqib. Fayziliki. Ikkinchisi odam samirkishtirga. Kichkina mag'lubiyatni deb keynimga hargiz qaytmayman. Men oruqlash orzuyim uchun cho'qim tirishman. Men cho'qim qaytadan boshlayman. Men qila olayman. Men cho'qim qila olayman. Qat'iy yeymayman. Sizlar anlab qo'yinglar. Endi boshlab bir narsa yeginimni ko'rib qolgan bo'lsalar, ismimni cho'qim yetga yetaman. Do'stim, siz oruqlarni olganmi? Bo'lmasa ishimiz bilinchini qayli. Bo'lmasa sizmi biz bilan bilinchini qil. Sizmi beksiniz ekansiz. Cho'qim bir-birimizni kuzatib tursak, hammamiz birlikda tezda oruqlay olamiz. Men yeymayman. Sizlar yeymanglar. Sizlar ham yemaysanglar, men yeymayman. Hammamiz yemaylik. Shundoq oruqlasam lekin o'sha aynakka qaraydigan bo'lsa, yana isimiz ko'rinaman. Demak, aynakka chatoq bor. Endi u aynakka shundoq oruq ko'rinyapman. Biroq nimishqa ig'irligim tushmaydi. Nimishqa? Ay, nimishqa? Ig'irligim to'xtab qoldimi ya? Harakat qilsam cho'qim oruqlayman. 7000 qadam yengibman. Bugun 8000 qadam yengibman. 9000 qadam yengibman. Energiyalarımı sarıp kısam çokum oruqlayalayman. Bir parça pizza yesem, 200 kaloriya buludu. Meyvelerden azar yesem, çokum semirip ketmeyman. Meyve salomatlikka shunchalik foydali ku. Mayda qo'rilgan tomoqda biza yeb qo'ysam, qancha semirip ketmeyman shundoq ku. Shunga men azroq yeb qo'ysam, hargiz semirip ketmeyman. Shundoq ku. Ha shundoq shu, semirip ketmeyman men. Qaranglar, men necha kilo oruq qildim. Men kunda harakat qilyapsam, qaranglar, men 20 qadam harakat qildim. Azroq tomoq yeyolsam, hech nima bo'lmaydi ku. Shundoq ku. Ha shundoq emasmi? Ha shu. Buna bo'lsa men azroqlab yeyay. Nimishqa? Men faqat bir narsa qilsam narsa yedim ku. Nimishqa boshqa yeysa sevmemek. Men yesam sevmiraman. Yo'q, men üşmetam deb tuka. Men yana bir qitim kelay. Endi men cho'qim oruqlayman. Cho'qim. Sizlarga deb qo'yay. Men tujandan boshlab hargiz tomoq yemayman. Navodi meni tomoq yeganimizda ko'rib qolgan bo'lsanglar, o'tinib qolayman, bir nasihat qilaman, men yemay. Yaxshisiz. Hamma tomoq yemayman. Ha, rahmat, yemayman. Men ozroq bo'lsin hurmatlab qo'ying. Men yemayman dedim-ku. Yemayman. Men asal ochiqman bo'lib qolmadim. Kim seni meni oldin tomoq yer dedi? İkimiz do'st-ku, ha? Do'stim bo'lsa, nimishqa meni oldimda tomoq yeysan? Nimishqa sen meni do'stim turib meni oldimda tomoq yeysan? Nimishqa meni oldimda tomoq yeysan? Meni kayfiyatim shunday turaqli-ku. Hey, tomoq, sen nimancha ko'zimga go'zal ko'ringan ha? Men qilaymi xiyol qilmadi? Odam yashab nimishni qilgandi? Olamning cheki zodi nadidu, ha? Meni qosmim ochmadi. Men faqat bizga tetib boqsam bo'ldi. Yeb bo'p yondirversam-ku bular. Men faqat og'zimga namlamsab qo'ysam bo'ldi. Meni qosmim rostida ochmadi. Meni salomatligim shunday yaxshi. Amaliyat o'ylab baksam ben o'yinchi bo'lamisiz emas ku. O'ylab baksam kim bekitgan shu o'riq bo'z chiroyli deb. O'ylab baksam o'riq bo'lsam nima bo'lmoqchi? Yana shu men ku. O'xshashli ku. Qarab baksam shunday chiroyli ku men. Nimish o'riqlayman. O'riqlash muhim emas, salomatlik hammadan muhim. Hayot yo'li nihoyatda uzun. Unaqa bo'lsa bizga o'riqlaydiganlar yana fursat bor. Bu programımızı tartıştaki asas maqsadimiz bo'lsa, ko'pchilikning yemay, ichmay, o'ruqlayman deb salomatlikka ta'sir yetkazib olmasligini umid qilamiz. Xayr xo'sh. Mening kunlik turmushda teri asrashdagi oldingi tanlashim bo'lsa, Orgofi. Mana shu Orgofini ishlatib mening yuz terim oq, siliq, paqrab turadi. Anglasam bizningki vakolatchilarimiz o'sha Orgofini setib nurg'un pullar deb ketib bordi. Unda siz nima qarab tursiz? Sizmi Orgofi vakolatchi bo'lib nurg'un pullarni tepib ketdi. Bugun siz uchun amaliyotdan o'tkazamiz. U bo'lsa-mu Orgofi. Orgofi teringizga oldi bilan oqsil to'liqlasin. Orgofi oqsil to'liqlash bilan birga terini chiniqtiradi, paqroq va suzuk qiladi. Haqiqatan siz degandek bo'pti. U teringizga namlik to'liqlasin. Orgofi namlik to'liqlash, oqartish va terini tortish roliga ega. Vau, namligi eshibdi, his qila oldim. Shundoq, Orgofi o'zini qadrlagan xonim-qizlarning, sizning ham bizning Orgofi.